O'rtoqlar, juda foydali ma'lumot. Gentra lasettiga tegan kasal bakoy ko'rasida o'ynayotibdi mana. Eshikni yopgan paytlar ham dirillab o'ynaveradi mana. Buni hozir yo'qotish yo'lini o'rgatib qo'yaman. Videoga oldin bitta like bosib turlar, qani ketdi unda. Birinchi bo'lib o'rtoqlar, bakoy qopqog'ini yechib olamiz. Yechgandan keyin 10 trubka bilan bakoy o'zini bo'shatib olamiz. Uchta bolti bo'ladi, uchtasini. Keyin cho'tkib anaqa montaj qilib olaman. Sira tusha bakoyga. Tekirdan bunga chiqasizlar, bossizlar chiqadi. Bakoy olasizlar o'zini. Tegida mana 3 ta bolt bor. Ushab turibdi. Bitta. Ikkita qo'lda ushab tur. Bitta. Ikkita. 3 ta boltini yechib olgandan keyin endi bunda to'mparasilar mana 3 ta bolti bor yana. Bag'ram oldi atyorga berib tur. Mana shu 3 ta boltini qotirib chiqasiz, mana qo'rasizlar bo'sh. Mana shuni yaxshilab qotirib qo'yasizlar. Bitta siqotdi. Mana uchinchisi qotdi. Endi joyiga yig'ib qo'yamiz. Uçnoga hech narsa yetmaydi. Mana endi buni joyiga bunday qo'yamiz.